Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Qo'qondan kelishda birinchi tunnelga kirmasdan o'ng qo'lga araliq bilan eski yo'l bilan kirib o'ngga qilganda mana shu yerga ro'para bo'lasizlar. Mana qayiq, charxpali, balalar uchun kichkinagina poyezdchalar, yangi dachalar qurilyapti ekan. Bundan tashqari va'dani shu tomonda dachalar bor ekan, shu yerda qolganmiz. Zo'r ekan, maza qildik. Men bu kunda 375 kun kutdim deydimi? Dacha haqida qanday fikr bildirbording? Dacha zo'r. Yo'qda. Ortiqcha gap kerak emas. Kelish kerak, dam olish kerak. Tamom. Faqat o'rtoqlar bilan, o'ziga yaqin odamlar bilan. Dachani ichi toza, pokiza, rosa yaxshi joy ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu shu kuchayib yog'yapti. 20 minut, yarim soatda, yarim bir qarz bo'ldi, qora. Nima deysan? Mana Mazaligini qaranglar, qor. O'rtoqlar, kelish kerak. Tamom. Mazza o'rtoqlar. Bu kunda 375 Do'stlar. 89 yil kutdi. To'ppa-to'g'ri. Endi bekka chiqdi. Hali ag'ut olganimiz yo'q. Hali bor ag'iga o'tishga. Yo, ag'ib o'tagan bo'lsa, bitta bizga nima kerak bo'ladi? Hali skoriy mashina. Men qo'ldan yetadi. Hop. Betlar ham dacha, minutlar bet. Mana shu yerlar ham dacha. Hozir ichkarini ko'rsataman.